Uydirilgan din va Qur'ondagi din. 12-bob. Ba'zi mashhur hadis uydirmachilari. Agar payg'ambarimizning so'zlari Qur'on kabi din manbai bo'lganida, payg'ambarimiz o'zidan keyingi nasllarga ham yetib borishi uchun ularni ham yozilishini, ham yodlanishini amr etgan bo'lardi. Payg'ambarimiz buni amr etish u yoqda tursin, aksincha hadis yozishni taqiqlagani o'tgan boblarda bahs etildi. Agar payg'ambarimiz bularni yod olib, og'zaki tarzda yetkazilishini istaganida, o'ziga eng yaqin sahobalar Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Zubayr, Zayd, Salmon Farsi va shu kabilar 10 minglab hadis naql etgan bo'lardi. Biroq bu sahobalarga nisbat berilgan hadislar o'ta oz. Ilk 4 xalifa va boshqa mashhur sahobalarning barchasini to'plaganda ham bittagina Abu Hurayra naqllarining 4dan 1ga ham teng kelmaydi. Ushbu 12-bobda mana shu Abu Hurayrani hamda Isroiliyat nomli Yahud hikoyalari va Masihiyat nomli xristian hikoyalarini dinimizga tiqishtirgan ba'zi ismlar haqida ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Va shu bilan birga eng ko'p hadis naql etgan bu zotlarning minglagan rivoyatidan hech biri ishonarli emasligini ko'ramiz. Bundan tashqari hadischilar hadis to'plarkan hadis raviylarini o'zlari ta'rif etganichalik to'g'ri, tuzuk va yetarli tekshirmaganini ham ko'ramiz. Va bundan chiqadigan xulosamiz shuki, hadischilarning barcha mashg'uloti ishonarsiz va shubhali. 4-bobda musulmon bo'lib payg'ambarni ko'rgan har qanday bandaga sahoba deyilganini va sahoba deyilgan har kim avtomatik tarzda odil va to'g'ri so'z qabul etilganini ko'rgandik. Holbuki Qur'onda deyiladiki, payg'ambar davrida juda ko'p munofiqlar iymon keltirmagan holda o'zini iymon keltirgandek ko'rsatgan. Ko'plab iymoni zaiflar iymon keltirdik deb turib payg'ambarga ozor va aziyatlar yetkazgan. Afsuski Qur'onning yuzlab oyatiga xilof tarzda dinga minglab ilova qo'shgan hadischilar bu oyatlarni hech ko'rmagandek, sahoba etiketli barcha ismni tortishilmas e'lon etishadi. Qaysi sahobaga ergashsang ham to'g'ri yo'lni topib ketaverasan deydi. Shiyalarning 12 imom mas'um degan iddaolarini xato deya tasbit etib, juda o'rinli tanqid qilgan sunniy zihniyat, afsuski o'zlari butun bir naslni hamda Qur'onni qator oyatlarda qoralangan kishilarni va hatto ichida munofiqlar ham bo'lgan bir naslni yoppasiga tortishilmas va daxlsiz e'lon qiladi va bu bilan o'zlari shiyalardan-da kattaroq xatoga yo'l qo'yadi. Keling endi sahoba etiketi berilgani uchun har bir so'zi mo'tabar va maqbul bo'lgan va minglarcha hadis naql etgan Abu Hurayra ismini yaqindan tanib ko'ramiz. Va bu zihniyat bizni qayerlarga, qanday oqibatlarga olib borishini ham ko'ramiz. Abu Hurayra ishonarsiz ekan, hadis to'plamlarining hammasi ishonarsiz. Abu Hurayraning musulmon bo'lishdan oldingi hayoti haqida o'zining aytganlaridan boshqa biror ma'lumot yo'q. Musulmon bo'lgandan keyin qashshoqligi bois ashabu suffadan o'rin olgani manbalarda keltiriladi. Sahih Muslimning Fazoili sahoba 159-bobida Abu Hurayraning faqat qorin to'ydirish uchun payg'ambar yonida bo'lgani yoziladi. Ibn Hazmning aytishicha, birgina Baqiy ibn Mahladning musnadida Abu Hurayraga tegishli 5374 hadis bor. Buxoriy bulardan 446 tasini o'z kitobiga kiritgan. Abu Hurayraning aytishicha, u eng ko'p Umardan qo'rqar edi. Hadis kitoblarida Umar Abu Hurayrani hadis naql etgani uchun tahdid etgani va kaltaklagani ham aytiladi. Zahabiyning Tazkiratul Huffoz kitobida Abu Hurayra shunday deydi: "Sizga naql etgan mana shu hadislarimni agar Umar zamonida aytganimda bormi, meni darrasi bilan savalardi." Abu Hurayraning mana bu e'tirofi esa Muslimda keltirilgan. Umar o'lgunicha qola Rasululloh deya olmasdik. Agar bizda Muslim bilan bir ko'rishish imkoni bo'lsa edi, unga shunday savol bergan bo'lardik. Ey Muslim, sen Sahih Muslim nomli ichida hamma rivoyatim to'g'ri deya bir kitob yozibsan, jarh va ta'dil deya roviylaringni tekshirganingni ham iddao qilibsan. Abu Hurayrani sen o'zing ko'rmagan ekansan, ammo uni ko'rgan va yaxshi bilgan xalifa Umar roziyallohu anhu uni yolg'onchilikda ayblagan bo'lsa, bu ayblovni nega Abu Hurayra eng kamida shubhali shaxs deyish uchun yetarli ko'rmading? Demakki, sening sahih degan hadislaring unchalik ham sahih emas.
Afsuski Muslim ham barcha sahoba yulduzdir, qaybiriga ergashsang ergashaver kabi tagi puch laflarga aldangan shekilli. Yoki Abu Hurayra va boshqalarni agar rostdan ham qat'iy o'lchovlar bilan tekshirsang, qo'lda bitta ham hadis qolmasligini payqagani uchun yoki ayniqsa Abu Hurayradan haddan tashqari ko'p hadis naql etilgani uchun ham bu ochiq haqiqatlarni xuddi ko'rmaganday kelavergan. Abu Hurayrani yolg'onchilikda ayblagan birgina Umar emasdi. Oysha onamiz ham uni ko'p marta yolg'onchilikda ayblagan. Buni hatto Abu Hurayrani himoya qilgan hadis kitoblari ham keltiradi. Oysha radhiyallohu anha Abu Hurayraga payg'ambardan eshitmaganim hadislarni sen rivoyat etyapsan deganida unga adabsizlarcha bir javob qaytardi. Sen oyna surma bilan bo'lib payg'ambardan uzoq qolibsan. Bu Zahabiyning Siyarul Alamin 2-jildida keladi. Ali roziyallohu anhu esa shunday degan: Tiriklar orasida Rasulullohga eng ko'p yolg'on isnot etgan Abu Hurayradir. Ibn Abul Hadid Sharh Nahjul Baloghat. Ali roziyallohu anhu uning Habibim menga xabar berdiki deya payg'ambardan gap ochganini eshitishi bilanoq payg'ambar qachon sening habibing bo'lib qolibdi der edi. Ibn Mas'ud kabi mashhur sahoba esa Abu Hurayraning mayitni yuvgan va tashigan kishi tahorat olsin degan gapini rad etarkan, uning haqida og'ir so'zlar aytadi va oxirida shunday deydi: Ey odamlar, mayitlaringiz najas emasdir. Otni aldash muhimroqmi yo Umarni darrasimi? Hadischilar o'z naqlchilarini tekshirishda qanchalik hassos bo'lganiga ishontirish uchun quyidagi hikoyani keltiradi. Bir hadischi hadis naql etib beradigan bir kishini ko'rish uchun uni manziliga boribdi. Borib qarasa, naqlchi hovlida otini yem bermoqchidek chaqirib, ammo ot yaqinlashganida yem bermay tutib olib bog'labdi. Buni ko'rgan hadischi otni aldagan insonni ham aldaydi deya undan hadis olmay qaytib ketibdi. Bu hikoyani eshitgan bizlardan buni qaraya, hadischilar pokiza inson ekan-u deya ularning keltirgan naqllari 100% to'g'ri ekaniga darhol ishona qolishimizni kutishadi. Yana hadislar yuz minglarcha rivoyat orasidan saralab olingan deyishadi. Ammo bu shundan shu undan u esa ana undan kabi zanjirlardagi ismlarni katta qismi hadis kitoblari to'planganida allaqachon dunyodan o'tib ketgan. Qolganlari esa islom dunyosi bo'ylab yoyilib tarqalib ketgandi. Bularning hammasini ziyorat etib chiqib, to'g'ri so'zmi yoki kazzobmi aniqlash bo'lib ham o'sha davrdagi transport sharoitlarida hech ham imkonsizdir. Ziyorat etish mumkin bo'lgan taqdirda ham qisqa ziyoratlar bilan bir kishining qanchalik to'g'ri so'z yoki kazzob ekanini aniqlash uchun albatta yetarsiz. Har holda hamma muhaddisga ham otini aldagan naqlchini fosh etish nasib bo'lavermaydi-da. Xo'p, qahramonimiz Abu Hurayraga qaytadigan bo'lsak, otini aldagan naqlni qabul etmay, ulkan hassosiyat namunasi ko'rsatgan hadischilar qanaqasiga Umar va Ali kabi ikki ulug' sahoba va odil xalifa tarafidan yolg'onchilikda ayblangan va kaltaklangan shaxsni payg'ambarning zavjasi Oysha onamiz tarafidan naqllari rad etilgan shaxsni eng ishonarli roviy deya qabul etar ekan. Otni aldash muhimroqmi yo Ali va Oyshaning raddimi? Umar roziyallohu anhu Abu Hurayrani o'g'irligi sababli voliylikdan olib tashlagani xabar qilinadi. Umar roziyallohu anhu Abu Hurayraga xitoban shunday deydi: Seni Bahraynga voliy qilganimda oyog'ingda 2 poy kavushing ham yo'q edi. Keyin eshitsam 600,000 dinarga otlar sotib olibsan. Bahraynning eng uzoq burchaklaridan odamlar Alloh va musulmonlar uchun emas, sen uchun soliq berganmidi? Imom Zahabiy Siyar. Abu Hurayraning o'zi naql qilgan rivoyatda Umar roziyallohu anhu unga shunday deydi: Ey Alloh va kitobining dushmani, Allohning molidan o'g'irlading, shundaymi? Yo'qsa sening 10,000 dinaring qayerdan kelib qoldi? Ibn Sa'd Tabaqat. Afsuski Abu Hurayraning o'zi Umar roziyallohu anhuning bu koyishlarini bayon qiladi-yu, hadischilar esa Umarning bu so'zlarini nazarga olmaydi. Abu Hurayrani eng ishonarli shaxs biladi va eng ko'p hadisni undan naql etaveradi. Jarh va ta'dil kriteriylari orqali birorta ham ishonarsiz kishidan hadis olmaganmiz deya iddao etadigan hadischilar Umar roziyallohu anhu
Alloh va kitobining dushmani deya e'lon etgan shaxsni eng ishonarli rovilar qatoriga kiritadi. Hadischilardagi jarh va ta'dil nomli saralash mashg'uloti qanchalik ishonarsiz ekani mana shundan ham ayon. Ummaviylar Abu Hurayra uchun oltin davr. Umar va Ali roziyallohu anhularning o'ldirilishidan keyingi Ummaviylar davri Abu Hurayraning oltin davri bo'ldi. Ummaviylar Abu Hurayraga Al-Aqiqda bir qasr qurib, katta yerlar ham berishdi. Muaviya davridagi bu tortiqlar evaziga Abu Hurayra nima xizmatlar ko'rsatgani Ibn Kasirning Al-Bidoya va Nihoya asarida xabar beriladi. Abu Hurayra rivoyat etadiki, Rasululloh Muaviyaga bir o'q berdi va shunday dedi: "Mana shu o'qni olib jannatda meni kutib olgaysan." Abu Hurayradan yana shunday hadis rivoyat etiladi. Rasululloh shunday deganini eshitdim. Alloh vahyini 3 kishiga omonat etdi. Men, Jabroil va Muaviya. Butun bu dalillarga qaramay, har bir sahoba sahihdir. Aqidasi bilan hadischilarning yetib kelgan holat oshkor. Abu Hurayra kim bo'libdiki, hatto payg'ambarning eng yaqin sahobalari ham aytmagan bunaqa g'arib narsalarni payg'ambar og'zidan bemalol ayta olsin. Yana bir g'arib rivoyat. Bu Abu Hurayradan kelgan 100 minglab mantiqsiz hadislardan bittasi xolos. Abu Hurayra payg'ambarimizdan rivoyat qiladi. O'lim farishtasi Musoga yuborildi. Muso bir musht tushirib farishtani ko'zini chiqardi. Farishta Robbining huzuriga kelib shunday dedi: "Sen meni o'lishni istamagan bir bandaga yuboribsan." Alloh farishtaga ko'zini qaytarib berdi va shunday dedi: "Bor va unga ayt, qo'lini bir ho'kiz beliga qo'ysin. Qo'li tekkan joydagi yung adadicha yil unga umr berdim." Farishta so'radi: "Xo'p, Rabbim, keyin nima bo'ladi?" Alloh dedi: "Keyin yana o'lim." Afsuslar bo'lsinki, Abu Hurayrani qutqarish payida mana shunday safsatalarni islomga ham nisbat etib, dinga zarar berishdan hamda hadislarning eng katta qismi aynan Abu Hurayra orqali naql etilgani bois Musoni Allohning amridan qochadigan, farishtani ko'zini urib chiqaradigan, ko'r etadigan bir chapani qilib tasvirlashdan ham tiyilmaydilar. Abu Hurayraga ko'p sahobalar, ya'ni payg'ambarni ko'rgan musulmonlar, ko'p sahobalar qarshi bo'lgan. Masalan, Abu Hurayraning ov va cho'pon itlari mustasno barcha itlarni o'ltiring degan hadisiga ekinzor itlarini ham qo'shganiga javoban Ibn Umar Abu Hurayrani o'zini katta-katta ekinzorlari bo'lgani sababli bunday bir yolg'on uydirganini aytadi. Abu Hurayraning uydirmalarini to'liq keltirish uchun bu kitobning hajmi yetmaydi. Abu Hurayraning mazhabchi, rivoyatchi zihniyat uchun qanchalik ahamiyatli ekanini bu zihniyatning eng ashaddiy himoyachilaridan biri turkiyalik diniy yozuvchi Husayn Hilmi Ishiq shunday bayon etadi: "Kim Abu Hurayrani inkor etsa, shariatning yarmini inkor etibdi. Chunki hukm olingan hadislarning yarmi Abu Hurayradan naql etilgan." Hilmi Ishiqning bu e'tirofidan nega Abu Hurayrani alohida sarlavhaga olganimiz tushunarli bo'lgandir. Allohga hamdlar bo'lsinki, dinimizning yagona va yetarli manbai o'laroq Qur'onni nasib etdi va bizni Abu Hurayra va boshqalarning uydirmalariga muhtoj qilib qo'ymadi. Alhamdulillahi robbil alamin. Isroiliyot uydirmachilari Kabul Axbor va Vahb ibn Munabbih. Yahudiylikdan islomga o'tganlar eski dinidagi ko'plab rivoyat va uydirmalarni hadis nomi ostida islomga tashigan. Bundan ko'zlangan maqsad islomning sofligini buzish edi degan ko'z qarash hokim bo'lsa-da, eski urf-odatlaridan, eski dinidagi e'tiqodlardan xalos bo'la olmay, o'zlaricha dinga hissa qo'shish yoki islom dinini yahudiylashtirish kabi niyatlar bilan qilingani ham ehtimoldan yiroq emas. Ibn Xaldun o'zining mashhur muqaddima asarida bu borada shularni bayon qiladi. Hadis naqlli tafsirlari yanglish, to'g'ri, maqbul, mardud har narsa bilan to'lib toshganda. Buning sababi shu edi. Arablar na kitob, na ilm ahli edi. Ulardagi yashash tarzi badaviylik va johillik edi. Yaratilish va koinot sirlari kabi mavzularda bir nima o'rganmoqchi bo'lsa, buni o'zlaridan oldin kitob berilganlardan so'rashardi va bu haqda ahli kitob din olimlarini aytganlariga tayanishardi.
Bular orasida Kabul Ahbor, Vahb ibn Munabbih, Abdullah ibn Salom kabilar bor edi. Hadis naqlli tafsirlar bunday kishilarning naqllari bilan to'lgan. Ibn Xaldun aytgan ayanchli holatni bugun ko'plab tafsirlarda ko'ramiz. Kabul Ahborga tayangan din. Kabul Ahbor Isroiliyotni, Yahudiy uydirmalarini dinimizga eng ko'p tashigan shaxs. Kabul Ahbor payg'ambarimizning vafotidan so'ng Abu Bakr yoki Umar davrida islomga kirgani aytiladi. Isroiliyot haqidagi bilimi va bitmas tuganmas hikoyalari uni o'z davrida eng mo'tabar manbaga aylantirgandi. Payg'ambarga bo'xton mohiyatida uydirgan hadislarining birida shunday deyiladi: Bani Isroildan hadis naql etavering, bunda zarar yo'q. Bu hadisni Abdullah ibn Amrning naql etgani aytiladi. Termiziy, Abu Dovud, Buxoriy o'z kitoblariga kiritgan. Abdullah ibn Amr aslida Kabul Ahborning talabalaridan ekanini keyinroq ko'ramiz. Minglarcha Isroiliyotni islomga tiqishtirishdan oldin mana shu hadisni uydirdilar. Keyin esa har qanday uydirmani ushbu rivoyat asosiga bino etaverdilar. Kabul Ahbor bu uydirmalarning eng oldingi safida keladi. O'zi faqatgina hadis naql etish bilan cheklanmasdan Abu Hurayra, Abdullah ibn Amr, Ibn Umar, Ibn Abbos kabi shaxslarga ham dars bergan va o'z uydirmalarini yoyilishi yo'lda bu shaxslarni ham ishlatgan. Abu Hurayraga qarshi chiqqan Umar roziyallohu anhu Kabul Ahborga ham qarshi chiqqan. Uni ham surgun bilan tahdid etgan. Umarning o'ldirilishigacha uydirmalarini yoyishda qiynalgan Kabul Ahbor Umarning o'limi bilan qisman fursat tegdi. Umarning o'limi bilan unga qisman fursat keldi. Kabul Ahbor tarixini tadqiq etgan Mahmud Abu Rayya Umarning o'ldirilishida Kabul Ahborning ham qo'li borligini aytadi. Mahmud Abu Rayya shunday deb yozadi: Umar roziyallohu anhuning bu yahudiyni o'ta puxta va daqiq tarzda kuzatishi va bir qator iflos ishlarini payqashiga qaramay, baribir Umarga ochiq va yashirin tuzog'ini qurishda davom etgandi. Ish Umarning qatl etilishigacha yetib bordi. Mavjud dalillarning barchasi bu qotillikni yashirin bir guruh uyushtirganini ko'rsatadi. Kabul Ahbor ham a'zo bo'lgan bu guruh boshidagi shaxs Xurmuzon edi. Kabul Ahbor ham a'zo bo'lgan bu guruh boshidagi shaxs Xurmuzon edi. Ma'lumki, Xurmuzon Xuzistonning qiroli bo'lgan va Madinaga asir o'laroq keltirilgan. Umarni qatl etish vazifasi esa Abu Lu'lu'ga berilgandi. Mahmud Abu Rayya Muhammadiy sunnatning oydinlatilishi. Mahmud Abu Rayyaning Ibn Kasirdan iqtibosli bayon etgani bu ehtimolni tasdiqlash yoki rad etish bizning maqsadimiz emas. Faqat Umarning hadisdan man etgani va muhtamalan bo'lsa-da Umarning o'limida hissasi bo'lgani bir kishidan va uning dars bergani Abu Hurayra va boshqa shaxslardan din manbai deya hadis olish qanchalik yaroqli bo'ladi. Butun bu shaxslardan Isroiliyot va rivoyatlarini naql etganlarning hadislari ishonarli bo'ladimi? Bu shaxslarda yanglishgan hadischilarning boshqa shaxslarda adashmasligiga kim qaror va kafolat bera oladi? Ochiq va mufassal Qur'on bor ekan, Qur'onning o'zi yetarli ekan, haligacha bu hadislardan madad kutish Qur'onga va uni nozil qilgan zotga ishonchsizlik, iymonsizlik emasmi? Kabul Ahbor uydirmalaridan namunalar. Bu savollardan keyin Kabul Ahborga qaytaylik. Kabul Ahborga borib taqaluvchi uydirmalar dunyoning yaratilishi, oxirat manzaralari, Shom diyorining fazilatlari va yana qator masalada o'zini ko'rsatadi. Bir kishi Kabul Ahbor bilan uchrashib qoldi. Unga salom berib duo qildi. Kabul Ahbor unga kimlardansan deb so'radi. Shomliklardanman deya javob berdi. Shunda Kabul Ahbor javob berdiki, ehtimol sen Shom ahlidan chiqadigan va na hisob va na azobga yo'liqmaydigan 70 ming askardan biridirsan. Ibn Asokir tarix. Kabul Ahbor deydiki, yer yuziga Alloh nazar tashladi va shunday dedi: Sening bir qismingga tegmoqchiman. Tog'lar unga talpindi, qoyalar ta'zim qildi. Alloh shu bois ularga tashakkur etib, ustiga oyog'ini qo'ydi. Mahmud Abu Rayya.
Tirilish va hisob Baytul Maqdisdan boshlanadi. Baytul Maqdisda dafn etilgan kishi azobga duchor qilinmaydi. Mahmud Abu Rayya. Kabul axborning uydirmalari tafsir va boshqa kitoblarda ba'zan o'z nomidan naql etiladi, ammo talabalar orqali naql etilganlari esa yanada ko'proq. Abu Hurayrani qo'llagan Muaviya Kabul axborga ham dastak bergan hamda rivoyat va qissa naql etishni shaxsan o'zi amr etgan. Ibn Hojar Isoba. Vahb ibn Munabbih. Kabul axbor Isroiliyat uydirmalari naqlda birinchi o'rinda tursa, undan keyin Vahb ibn Munabbih keladi. O'zi ham ko'p sahobadan, jumladan Abu Hurayra, Ibn Umar, Ibn Abbosdan deya hadis naql etgan. Ahmad Emin shunday deb yozadi: Sirat kitoblari eng qadim va eng ishonchlilari ham dohil xurofot va isroiliyatdan xalos bo'la olmagan. Tamoman aksincha, bularning xronologik eng oldin kelganlari Isroiliyat bilan eng ko'p to'ldirilganidir. Ilk va eng ishonchli manba sanalgan Ibn Ishoqni oladigan bo'lsak, bu muborak zotning tayanadigan asosiy manbalardan biri yahudiylikdan islomga o'tgan Vahb ibn Munabbih. Ibn Ishoqning xristian va majusiy manbalardan ham juda ko'p foydalangani ma'lum. Ahmad Emin Zuhoul Islom. Koshkida hamma ham Ahmad Eminning tahlil etgani kabi Vahb ibn Munabbihni tahlil eta olsa. Ammo afsuski ko'proq hadis naql etish ilinjida bevosita yoki bilvosita quyidagi kabi uydirmalarni Vahb ibn Munabbihdan naql etish to'xtamaydi. Arshni 4 malak yelkasida tashiydi. Har birining 4 tadan yuzi bor. Ho'kiz yuzi, arslon yuzi, burgut yuzi va inson yuzi. Har birining 4 tadan qanoti bor. Bularning ikkisi yuzini berkitadi va ularni arshga qarab yonib ketishdan to'sib turadi. Uning azamati osmonlar va yerlarni qamragandir. Malti Kitobut Tanbih. Kabul axbor va Vahb ibn Munabbih tandemining uydirmalari va dinga keltirgan zararlarini Rashid Rizo shunday bayon etadi: Isroiliyat rivoyat etuvchi va musulmonlarni aldaguvchilarni eng yomonlari mana shu ikkisidir. Yaratilish, payg'ambarlar, o'tgan ummatlar, fitnalar, qiyomat va oxirat masalalariga taalluqli tafsir va tarix kitoblarida bu ikkisining kiritmagani birorta xurofa yo'q. Bularning rivoyatlari Tavrat va boshqa samoviy kitoblarga tayangani iddao etilgan naqllar aslida bu kitoblarga ham ters bo'lgani bois aksariyatda yolg'on ekani haqida aniq hukmga kelingan. Hech shubha yo'qki, oldingi olimlar bularni payqagan bo'lish ehtimoli oz. Sababi ular ahli kitoblarini mutolaa etib tekshirgan emas. Va shubha yo'qki, bu ikki yahudiyning uydirganlarining aksariyati Isroiliyat manbali xurofotlar, tafsir va boshqa kitoblarni bulg'aganlar. Va shubha yo'qki, bu ikki yahudiyning uydirganlarining aksariyati Isroiliyat manbali xurofotlar bo'lib, tafsir va boshqa kitoblarni bulg'agan. Bularni dastidan islom dushmani mulhidlar islomni ham xuddi boshqa uydirilgan dinlar kabi xurofot va vahimalar dini ekanini iddao etadi. Rashid Rizo, Majallatul Manor. Dajjal va boshqa masihiyat uydirmalari. Dinimizga kiritilgan uydirmalarni kelib chiqish manbalaridan biri Isroiliyotil Yahud bo'lsa, yana biri xristian rivoyatlaridan iborat masihiyatdir. Masihiyat uydiruvchilarni eng oldida Tamim ad-Dori va Ibn Jurayj ismlari keladi. Masihiyatdan dinimizga ko'chirilgan uydirmalar avvalo Dajjal, shayton, Azroil, Jassosa, jannat va jahannam, Iso haqidagi rivoyatlardir. Masihiyat uydirmalariga quyidagi hadislarni misol keltirish mumkin. Rasululloh bir kuni xalqni to'plab shunday dedi: Allohga qasamki, sizni qo'rqitmoq yoki bir narsaga tashviq etmoq uchun to'plamadim. Sizni to'plashdan maqsadim shuki, Tamim ad-Dori bir xristian edi. So'ngra kelib menga bay'at qildi, musulmon bo'ldi va shularni aytib berdi. U, ya'ni Tamim ad-Dori 30 kishilik jamoa bilan birga bir kemaga minibdi. Ular bir oylik yo'l yurib, dengiz o'rtasidagi bir orolga yetib boribdi. Quyosh botadigan joydagi bu orolga kirganida oldilariga yungdan oldi orqasini farqlab bo'lmaydigan bir hayvon chiqib kelib shunday debdi:
men jassosaman. So'ng ularga kilisadagi bir odamni kirib ko'rishni tavsiya etibdi. Tamim ad-Doriy va sheriklari kilisaga kirganlarida yaratilishidan buyon hech ko'rmaganlari qadar bahaybat va tovonlaridan bo'ynigacha hamma joyi temirga bog'langan bir kishini ko'ribdi. Bu odam ularni arab ekanini bilgach, ulardan ba'zi narsalarni so'rabdi. Tamim ad-Doriy va sheriklari uning savollariga javob berishibdi. Oxiri menga ummiylarni payg'ambardan xabar bering debdi. Ular Makkadan chiqib Madinaga o'rnashdi deydilar. Ular Makkadan chiqib Madinaga o'rnashdi deyishibdi. U arablar u bilan urushdimi deya so'raganda ha debdilar. U payg'ambar ularga qanday muomala qildi deb so'rabdi. Ular qarshisidagi arablarni mag'lub etdi, o'ziga itoat ettirdi deb javob berdi. Nihoyat u shunday debdi: sizlarga o'zimdan bahs etay. Men Masihman. Menga izn beriladigan vaqt yaqinlashdi. Chiqqanimda 40 kun yer yuzini aylanib, 40 kecha kunduz ichida kirmaganim qishloq qolmaydi, faqat Makka va Madina mustasno. Bu ikki shahar menga harom qilingandir. Ulardan biriga kirmoqchi bo'lganimda qo'lida qilichi bo'lgan bir malak mening qarshimga chiqadi va menga to'sqinlik qiladi. Bularni zikr etgach, payg'ambarimiz asoyini minbarga urib shunday dedi: Mana Madina, mana Madina, mana Madina. Muslim Fitan kitobida, Abu Dovud Malohim kitobida, Ibn Majah Fitan kitobida. Bu hadis Muslim, Abu Dovud va Ibn Majah kabi sunniylikning tortishilmas e'lon etilgan eng sahih to'plamlarda o'rin olgan. Sunniylarga ko'ra bu hadislarga ishonish haqiqiy musulmonlik. Bularni inkor etish esa payg'ambar dushmanligi hisoblanadi. Yana bir masihiyat hadisiga misol. Shayton har insonni tug'ilarkan bo'g'adi. Faqat Iso ibn Maryamni bo'g'olmagan, bo'g'ish uchun borganida uning yopinchig'iga ura olgan xolos. Buxoriy va Ahmad rivoyati. Yuqoridagi hadis orqali Iso alayhissalom ulug'lanmoqchi ekani ayon. Ammo har inson deyilganda Isodan boshqa payg'ambarlar ham, xususan Muhammad alayhissalom ham shayton tarafidan bo'g'ilgani xulosasi chiqadi. Bu hadisdan keyin payg'ambarimizni shayton nasibasidan qutqarish uchun malaklar 5 marta amaliyot etib, qalbidagi qora nuqtani chiqargani haqidagi nomunosib va nomaqbul hadislar ham naql etib kelingan. Kim bularni naql etganini bilasizmi? Eng sahih, eng to'g'ri hadis kitobi bo'lmish Buxoriy va sunniy mazhab asoschisi Ahmad ibn Hanbal. Bundan keyin ham uyalmay, netmay deyishadiki, kim hadisni inkor etsa, payg'ambarni inkor etgan bo'ladi. Eng to'g'ri hadis bu Buxoriy. Mana sizga eng to'g'ri hadis kitobining hadisi. Mana sizga Qur'ondan boshqa hadisga iymon keltirganlarning oxiri tushib o'tirgan ahvoli.